ko'p insonlarga sababchi bo'lganmiz, baraka topinglar. Allohning izni bilan hamma narsa, lekin biz sababchi insonlar biz. Shu rekordni seriyamiz bor. 18 yil farzand bo'lmagan ukamiz bor. Subhanalloh, butun Toshkentni aylanib chiqishgan, hamma yoq ishqat urologiya qolmagan, er-xotin yotishgan, davolanishgan. Lekin bir sabab bilan o'sha ustozlar aytganki, boring o'sha Abdushukurga boruvdim, meni qizimda ham 4 yildan beri farzand bo'lmayotdi. Shu insonga boruvdik, men o'zim ham qiziqdim shu narsalarga. Nimaga qiziqqanimki, asalli narsalar ekan, har bitta narsasi, hammasi asal ekan, yana o'sha ichadigan o'sha damlamali ekan. Shunisiga qiziqib, tabiiy narsa ekan deb juda ham qiziqishimga olib berdim. Mana sabab bo'ldi. 3 oy ham bo'lmadi. Qizim homilador bo'ldi. Mana hozir o'sha navaram 3 yosh bo'ldi deb aytganlardan keyin shu inson kelgan bizga. O'sha domla ustozining so'zini eshitib kelib, mana biz o'sha insonga sababchi bo'lganmiz. 18 yil farzand bo'lmagan, er-xotin yurishgan. Subhanalloh, Alloh bizani sababchi qilib, mana hozir o'shalarning qizlari 13 yosh bo'lgan, 13 yosh sog'lom, durkun, hamma tomonlama adaronni.